Qachon alohida uyim bo'lar ekan deb niyat qilib yuribsizmi? Mana bu 4 xonali 90 metr kvadratli uyimiz aynan siz uchun. Amallab uyli bo'ldingiz, endi uni ichini to'ldirisham o'zimiz hamma biladi. Lekin siz ushbu xonadonni sotib olsangiz, ichidagi uy jihozlari ham bonusiga beriladi. Ya'ni ushbu xonadonda xolodilnikdan tashqari barcha narsalari qoldirib ketiladi. Yo'q, men o'zim boshqa mebel o'rnataman, olib ketaversin desam ham unaqasiga ham kelishiladi. Ushbu xonadon bog'cha bilan maktabga shundoqqina qo'shni hisoblanadi. Lokatsiya zo'r, infrastruktura qulay, gaz, svet, suv hamda transport qatnovlaridan umuman muammo yo'q. Orientir avtobuslarning konyechkasi. Kim insin bilan shahar u chetidan bu chetiga bemalol yetib olsangiz bo'ladi. Uy yaqindagina ta'mirlangan bo'lib, hali svejiy, yangi holatda turibdi. Uy remontiga ancha-muncha rasxod ketib qolganligi shundoqqina bilinib turibdi. Bizga qolsa umuman ko'chmas edik, o'zimiz uchun remont qilganmiz. Uchastka olishimiz kerak bo'lib qoldi deyishdi uy egalari. Manzil Yangiobod tumani, Yashnobod sentri. To'yxonani shundoqqina ro'parasida. Shoshiling, bunaqa chiroyli, akkuratni uylar tez sotilib ketishi ehtimoli yuqori. Narxi 95 ming, ichidagi hamma narsalar bilan birga. Kirasiz, uy yashaysiz, hech narsaga boshingizni ortmaysiz. Narx-navosini tepasida 5 tashlab baraka qilsangiz, kelishtirib chiroyli narx qilib berishadi.